Assalomu alaykum. Ahli ilm, ahli ishq. Bugun gaplashadigan mavzuyimiz homiladorlik haqida. Homiladorlik bir muhim mavzu sifatida uncha bong urilmaydi, ahamiyat bersak. Psixologiyada ham ko'pincha boshqa ko'p mavzular, pul, er-xotin munosabati, ya'ni biznes, shunga o'xshagan ko'pgina narsalarga qattiq urg'u beriladi, ko'p takrorlanadi, lekin homiladorlik haqida juda kamdan kam gapiriladi. Gapiriladi, ammo uni tub mohiyati, uni aslida bu puldan ham, biznesdan ham, hamma narsadan ham eng muhim birinchi qadam sifatida, eng asos sifatida unaqa hisoblanmaydi. Menga oxirgi paytda, mana shu oxirgi bir oy ichida ketma-ket homiladorlar yozishdi. Men homilador bo'lib qolman, 3 ta bolam bor, hali kichkina farzandim endi 1 yoshga to'ladi. Ketma-ket o'zi farzandlarimning orasi unaqa katta emas. Nima qilishni bilmayapman degandek mazmunda. Nima qilishni, xuddi oldiraymi, qoldiraymi degandek. Keyin biz masalan shaxsan men hech kim emasman. Siz bu farzandingiz, bu bolani oldirsangiz to'g'ri bo'ladi, yo'q qoldirsangiz to'g'ri bo'ladi deb qanaqadir maslahat berishga yoki diniy tomondan uni bolani oldirishga, qanaqa jinoyatlik, qotilligi haqida yana nimalardir deyishga hech kim emasman. Men shunchaki har doim o'zingizga oyna tutish va homiladorlikmi yoki qaysi sohada savol berilgan bo'lsa, ana o'sha sohadagi ilmini, haqiqatini bilganimcha va eng avvalo Alloh qodir qilgancha yetkazishim mumkin. Lekin siz aniq buni shunaqa qiling. Qolgan bolalaringizni sifatli o'stirish uchun bunisini oldiring yoki buni bir amallab tug'ib nimadir qiling degan yo u taraf yo bu tarafni aytmayman, chunki bu har bir bandani o'zini so'rovi, o'zini tanlovi, o'zini qarori bo'ladi. Trener aytdi, psixolog aytdi, ana ilm ahli aytdi, bo'ldi, buni oldiraman, qoldiraman deb kimnidir gapiga suyanib qolish, bu ham o'sha odamga, ham bunaqa fatvo bergan, maslahat bergan odamga 2 karra javobgarlik Xudoning oldida ham, umuman hammani kimnidir taqdiriga aralashish bilan teng. Va o'zi birinchi tushunib olishimiz kerak, homiladorlik bu o'zidan o'zi siz homilador bo'ldingiz, uni oldiraymi, qoldiraymi deydigan, siz hukm chiqaradigan jarayon emasligini tushunib oling, eng avvalambor. Va ketma-ket homilador bo'lmaslik uchun uni yo'llari bor, choralari bor. Masalan, farzandingizni hali orasini yana farzandli bo'lmoqchi bo'lsangiz, uni rejalashtirishni sal 5 yil, 6 yilga kengaytirish va u uchun saqlanish ilmini hamma biladi. Eng birinchi ayol birinchi bo'lib ketma-ket homilador bo'lib qolmasligini chorasini ko'rish kerak. Xudoyam shuni ilm qilib bergan. Qanaqa qulayliklari bor. O'sha ovulyatsiya payti homilador bo'lib qolish ehtimoli bor bo'lgan ayollar organizmi, tanasida shunaqa paytlar bo'ladi. Va uni yana saqlanishni boshqa qancha yo'llari bor. Kimdir aytadi, spiral qo'ydirsangiz, spiral ham abortdek. Yana hamma narsaga har xil ilm, har xil qarshiliklar bor. Lekin har bitta ayollar o'zini tanasiga mos saqlanish usuli bor va har bir ayol bolalik ilmida ana shunday donolikka, shunday ilmga o'zi avvalambor ega bo'lib cho'milish kerak. Birinchi
shu qachonki shunaqa homilador bo'lib qoldim, endi bu bolalarim bilan qiynalaman, o'zimga yuk qiyinchilik bo'ladi degan zulmni ravo ko'rib qo'ymasligi uchun. Va lekin kimgadir endi shu ilm bor edi, lekin uni bilmadim. Mani holatimda uni imkonsiz edi. Na spiral qo'yishga, na boshqachasiga saqlanishga, garchi ilmini bilsam, hammasini bilsam-da, buni mani ixtiyorimdan tashqarida bo'lib qoldi shunday deydigan holatda siz homiladorlik ham o'zini izni bilan, har bitta holatimiz o'zini izni bilan avvalambor va banda bu dunyoda, bu yerda u sabab, yo azobga yo rohatga sabab bo'lganidek, u hamma holatiga o'zi faqat sababini yaratib beradi. Xo'sh, endi siz homiladorsiz. Birinchi homilador ilmini tushunib oling. Balki homiladorlik ilmini ham bilarsiz. Balki bu ilmlarni avval undan ham yaxshiroq, zo'rrog'ini tushungandirsiz. Men hozir sizga aytadiganim bir eslatma sifatida qabul qiling. Hech aytilmagan sizga bir shunaqa homiladorlikka bir sirini aytaman demoqchi emasman. Siz oxirigacha eshitib tushunib ko'rsangiz, balki siz uchun katta foyda bordir. Sizning savollaringizga javob bordir. Inshaalloh. Qarang, homiladorlik aslida faqat tibbiy holat emas. Masalan, men shifokorga boraman, shu shifokorga muhtoj bo'laman degan holat emas. Shunday holat bo'lishi bilan birga Alloh har bir ayolga o'ziga xos tilda beradigan darsi. Homiladorlik paytida ayoli tanasida gormonal tufon bo'ladi. Gormonlar mana progesteron, estrogen, oksitotsin riskga oshib ketadi. Bu shunchaki kayfiyat o'zgarish emas. Bu masalan miya ayolni ongli ravishda boshqa odamga mas'ul bo'lishiga tayyorlaydigan biologik mexanizm. Bilasizlar, homiladorlar agar meni eshitayotgan bo'lsa, riski salga ta'sirchan bo'ladi. Salga xafa bo'lib qoladi, yig'loqi bo'lib qoladi yoki bir nima yegim kelyapti deb qolsa, yegisi kelayotgan narsani keyin kelgandan keyin yegisi kelmay qoladi. Kimdir bu endi homilador bo'lib o'zini hamma kaprizlarini o'tkazib olmoqchi bo'ladi, ili tashqarida kimdir endi bu homilador bo'lib o'zidan bir kimdir yasab oldi, hali uni yeyman deydi, hali buni yeyman deydi. Bu yoqda o'zi homilador ayolni tanasida gormonal tufon natijasida shunaqa kechinma kechadi. Buni gormonal tufon bu klimaks yoshidagi ayollarda ham kechadi. O'sha paytda ham klimaks yoshidagi ayollar nimanidir to'satdan yegisi kelib qoladi. Qo'yni aynishi, shunga o'xshagan narsalar. Bu gormonlar bilan bog'liq tanada. Va bu holatda aslida mana uni yegim kelyapti, buni yegim kelyapti, bunaqa holat ayol bilan o'tkazilayotgan dars. Xuddi Xudoni u bilan o'tkazayotgan darsi. Mana u ayolni mana aytdim, miyasi o'sha ayolni ongli ravishda boshqa bir darajaga ko'tarish uchun shunaqa tayyorlaydigan jarayon. Mana shu tekshirishgan ilmiy tekshirishlarda homilador ayol miyasida shibrain deb nomlangan hodisa qayd etilgan. Ya'ni miyani xavf sezish, intuitsiyasiga javob beradigan qismlari kuchayib ketadi. Alloh jismni shunaqa yaratganki, mana shu tanamizni, jismimizni shunaqa yaratganki, ayol o'zi istasa istamasa homiladorlik davrida mana shu kechinmali kechadi. Sezuvchanroq bo'lib qoladi, bog'lanuvchanroq bo'lib qoladi, kayfiyat tushib, stressga chiquvchi bo'lib qoladi. Bu uni irodasini kuch emas, unga berilgan imkoniyat. Masalan, qarang, shunaqa imkoniyat, sizni qo'yingiz ko'tara olmayotgan narsani tana orqali chiqarasiz, qusadi,
toksikoz deyiladi-ku. Homiladorlarni ko'ngli ayniydi, charchashi, og'riqlar. Bu faqat fiziologiya mana shu jismimiz bilan emas, bular ayolning ichida qanchadan bir hal qilinmagan narsalar, kechira olmagan, onasi bilan munosabati, yana kimlar bilandir ichiga bosgan, saqlaganlari, keyin o'zini ayol sifatida qabul qila olmasligi, erkakka nisbatan, eriga nisbatan aytilmagan gaplari, ana ularni yuzaga chiqishini, shunday ko'rinishi. O'sha toza nutfa tushdi odam tanasiga, pok Xudodan pok bir jism tushdi, ruh tushdi. Toza nutfa, kir nutfa deb xato qilib qo'ymang. O'sha Allohdan pok pok ruh kirdi-da, o'sha joyda hamma kirliklarni chiqaradi, tozalash kerak. Bu yoqda sen buningni chiqar, bu turibdi, buni bostirgansan deydi. Ayollar organizmida tozalanish ketadi shunaqa. Mana shu yuzaga chiqishi imkoniyati. Shuning uchun homiladorlik yashiringan, bostirilgan, ayol o'zi sezmagan, uni bostirgan hisob kitoblar oshkor bo'ladigan davr. Ayol shu payt o'zini yo'qotgan yoki o'zini o'zidan ketgan emas, aksincha o'zini topish uchun ochilgan eshik oldiga kelib turgan joyi bo'ladi. Har bir ayol eng avvalambor dunyoga keltiruvchi birinchi manba. Ayol masalan yer va osmon, ya'ni ko'zga ko'rinadigan va ko'rinmaydigan olamni orasida turadigan eshik. Har qanday yerdagi mavjudot borki, uni ayol tuqqan, ayol dunyoga keltiradi. U eng avvalambor yerda shunday tug'ilish bor. Xudo ayolni batniga joylaydi. U dunyoda faoliyat yuritadigan bandasi ayolni tanasi orqali keladi. Lekin u ayollikka собственный uni bolasi degani emas. U ana o'sha mana masalan 1000 ta ona bo'lsa, yerda millionlab ona bo'lsa, har qaysidir onaga o'zini darsiga mos o'sha bandasini tushiradi. Har bir farzand o'sha ayolga dars berish uchun, o'sha ayolning ichidagi hislarini jonli ko'rsatib berish uchun tanlanadi shunaqa. Lekin u собственный unga egalik qilish uchun deb emas. Dunyoga keltiruvchi manba hisoblanadi farzandda. O'sha bandalarni dunyoga keltiruvchi manba. Ammo bu darsni tubida yana bitta chuqur narsa bor. Homiladorlik ayolni o'zi bilan yuzma-yuz qoldiradi. Tez urinish, yugurish, rejalashtirish, nazorat qilish, kontrolli hammasini o'rniga u taslim bo'lishga o'rganadi. Chunki bola qachon tug'ilishi, qanaqa tug'ilishi, ayol sog'lig'ini nazorat qila olmaydi. Bu Robbisiga rozi bo'lishi, rozilikka eng chuqur darajada o'rgatuvchi davr. Ko'p ayol aynan shu davr orqali birinchi marta men hamma narsani ushlab turmayman, men hamma narsani boshqarmayman degan haqiqatni tushunadi. Bu o'sha 9 oylik yoki 7 oylikda kimdir farzand dunyoga keltirsa, bu shunday davr. Ayol shu paytda ichida ko'nikma hosil qiladi. Og'ir ko'tarmaslikka, harom yemaslikka, yolg'on gapirmaslikka, kimdir haqqini yemaslik, kimdir dilini og'ritmaslikka. Shunday aytilgan-ku, homilador ayol agar yashir narsa yesa, o'g'rincha narsa yesa farzandga qanaqa u farzandi kelajakda 20 yoshi, umuman nechidir yoshlarida namoyon bo'ladigan holatlarni ayol homiladorlik davrida yaratib qo'yadi. Yashirincha narsa, o'g'irlikcha narsa yeb qo'ydi, kimnidir haqqiga xiyonat qilib qo'ydi, dilini og'ritdi, og'ir ko'tardi, tanasiga bosim berdi, o'zini aybladi, bu farzand qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, bunaqa bo'lsin deb talabda turdi, isyon qildi, qancha kurashdi. U mana shu hislarini o'sha bolaga bilan qo'shib dunyoga kelib, unga xuddi tirik o'qituvchi bo'lib undan hisob olish uchun, uni oldiga kelish uchun yuklagandek bo'lib qoladi, o'zi sezmagan holda. Homiladorlik davrida har qanaqa o'ziga bo'lgan talab,
boshqaga bo'lgan talab, inkor qilish, isyon qilish, ayblash, kimnidir muhokama qilish, qoralash, hammasi mana shu nozik davrda, shunaqangi nozik davrki, bu nozikligi siz agar kimlarni aybladingiz, nimani qoraladingiz, qaysi illatlaringiz bor, qaysi yaxshi emas sifatlarni o'zlashtirdingiz, bu shunaqangi o'zingizga siz shu hislatlaringizni dunyoga keltirasiz. Siz o'sha ayblash, qoralash, o'g'rilik, xiyonat, yashirincha nima qildingiz, ularni dunyoga keltirib, xuddi sizni yoningizda faoliyat yuritish uchun keltirgan bo'lasiz. Farzandni dunyoga keltirolman deb o'ylaysiz, u farzand jism bo'lib tug'ilishi bilan birga u sizni hislaringiz ham tug'iladi. Yana shunday paytki, siz o'sha paytda qancha iymonlashdingiz, qaysi sifatlar, kibrlaringizni tozaladingiz, qaysi og'riqlaringiz bor edi, kechirmagan kimlar bor edi, ularni kechirishga, tushunishga, g'iybatdan tiyilishga o'rgandingiz. 9 oy ichida siz shukr qilishni, sabr qilishni, hamma narsani siz ushlab tura olmasligingizni tan olishni o'rgandingiz, uni tushundingiz, taslim bo'lishni o'rgandingiz. Qanchalik ko'p o'sha kechirim, qanchalik ko'p yangi ilm, qanchalik o'zingizni tushunish, qanchalik bu dunyoni yaltiroqlariga uchmaslik, qanchalik saxiylikka, qancha ilmni o'rgandingiz, ana siz ularni hayotingizda namoyon bo'lishi uchun xuddi farovonlik ilmini farovonlikni dunyoga keltirishda o'tgan bo'lasiz. Shunaqangi davr bu, kuchli davr. O'sha rozi bo'lish, taslim bo'lish, o'tmishingizda qilingan og'riqlar, berilgan zulmlar, sizga qilingan hamma nohaqliklar, hammasi ustoz bo'lgani, sizni shu darajaga olib kelgani, sizni uyg'oqlikka olib kelganlarini tushunib va o'sha taqdiringizga, qadaringizga rozi bo'lishni, shunday ilm davri. Ko'p ayol aynan shu davr orqali birinchi marta o'zini haqiqatini, dunyodagi haqiqatni, yaralish qonunlarini, Robbisini ilmini, uni rostakam hech qanaqa vositasiz, hech qaysi odamni tilidan tushuntirishgan tushunchalarsiz o'zi his qilish orqali taniydi. Va mana shu tushunchalari butun hayotiga ta'sir qiladigan ruhiy davr. Qur'onda Luqmon surasida Alloh onani vajfi vahn, ya'ni zaiflikdan zaiflikka kuchayib boradigan holda ko'targanini alohida ta'kidlaydi. Bu shunchaki so'z emas. Alloh mana shu zaiflikka onani ikkinchi darajali holati emas, balki o'zi ulug'lagan, afzal ko'rgan maqom sifatida ko'rsatadi. Ayolga bergan shunday buyuk maqom sifatida. Ayol homiladorlikda zaif bo'lib qolgani uchun emas, aynan shu zaiflik orqali Robbisiga bog'lanadigan, yaqinlash eshigi ochilgani uchun bu davr shunaqa muqaddas sanaladi. Siz o'zingizga savol berib ko'ring. Men homiladorlikka yuk deb ko'ryapmanmi yoki dars debmi? Onamga nisbatan hali ichimda nimam bor aytilmagan, qaysi pretenziyam, qaysi ayblashim, nimam bor. Men o'zimni mana shu tana men qo'limda, biz bilamiz, qo'limizda 5 kilo yuk ko'tarib 2 kun yura olmaymiz. Ozgina ko'tarib ancha qo'yib qo'yamiz. Lekin bu tanani ichida u qancha bolani u qancha ko'taradi va u tana bilan ayol yotib turadi. O'sha jarayonni bizani aqlimiz boshqarayotgani yo'q. Uni yaratuvchisi boshqaryapti. Shuning uchun mana shu tanamga, Robbimning tanasi, bu yerdan bichib olingan, tuproqdan yaralgan shu tanamga ishonamanmi? Uni tanamda olib borayotgan o'sha jarayonlarga ishonamanmi? Yoki uni o'zim nazorat qilishga urinyapmanmi? Mana shu farzandni dunyoga kelishi nima uchun? Nima maqsad? Masalan, shu farzand dunyoga kelsa, qaysi farzandga men xizmat qilaman? Allohning qaysi bandasiga men ona bo'lishga tayyorman? Qanaqa yordam bera olaman? Mana shu ruh yerga bir vazifa bilan kelayotgan bo'lsa, men aynan qaysi vazifadagi farzandga ilmini bera olaman? Uni yo'lida
yo'l ko'rsata olaman. Masalan, kimik bolani ximiya fanidan umuman yiroqda bo'lgan ona dunyoga keltirmaydi. U ayolni batniga ekmaydi. Ayol nimani zo'r uddalolaydi, uni qo'lidan nima zo'r keladi, ana o'shani qila olaydimi rostdan ham, ana o'shani ochish kerak bo'lgan har bir ayol o'zini feromoni bor. Ya'ni hissi bor, hidi bor, dunyoga tarqatadigan. Qaysidir ayol bitta uchuvchi farzandni uchuvchi bo'lishiga xizmat qila oladi. Sevgida, mehrda yoki azoblab uni ezib, u bola majbur bo'ladi o'sha kasb tanlashga yoki majbur bo'ladi prokuror tanlashga yoki majburan tanlashi mumkin. Yoki o'shani u sevgida, huzurda tanlashi mumkin. Va o'sha bolani o'sha kasbni tanlashi sevgida, o'sha kasb orqali bandalarga sevgida xizmat qiladimi, qahrida xizmat qiladimi, ana uni ona o'sha farzandni tarbiyalash davrida, o'sha homiladorlik davridagi niyati bilan boshlanadi. Niyat eng kattasi, bilamiz, niyatda eng asosiy kalit. Va homilador ayolni batnida bola 3 oy bo'lguncha siz o'sha farzandni kim bo'lishi, yerda qanaqa yashaydi, kimlarga xizmat qiladi, qancha odamga nima beradi, yerda shu dunyoda jannat yaralishiga qanaqa hissa qo'sha oladi, o'zi qanaqa erkinlikda yashaydi, qanaqa ongda, qanaqa bosimsiz, qanaqa huzurda yashaydi va siz u bola bilan qanday onalik qilasiz, qanaqa joyda o'stirasiz, qanaqa muhitda, qanaqa bo'lishingiz, xohlaganingizcha orzu qilib, xohlaganingizcha niyat qilib va uni kibrdan kimgadir ko'rsatib qo'yish, kimnidir ko'zini o'yib qo'yish, kimnidir o'chini olish vositasi yoki siz o'zingizni ushalmagan orzungizni ushaltirib beruvchi obyekt sifatida emas, uni shunaqa kimgadir odamlar degan ko'rishi kerak bo'lgan joylarni hammasini olib tashlab, lekin qalb uchun Robbingiz bilan o'zingizni vositaligingizda shunday farzandni huzurda, halovatda, onalik lazzatini totib, mazza qilib, baxtda, poklik, farovonlikda o'stirishingizni har qanaqa niyatini bu bolangizni 100 yoshgacha qanaqa mazza qilib yashashi mumkinligini 3 oylikgacha yozadigan davringiz va bu farzandga sizni beradigan eng katta fundamentingiz, eng katta dasturingiz. Siz unga qanaqa bo'lish dasturini yuklaysiz. Bolaga dastur yuklanadigan davr. Agar ona o'zini og'ir, qiyin dasturlardan yuklanmagan bo'lsa, avtomatik u dasturlar bolaga yuklanib qolaveradi. DNK, epigenetika ilmi bor. Men bu ilm haqida aytganman. Epigenetika ilmini alohida tushunib oling. Men uni kanallarimga joylaganman. Inshaalloh nasib bo'lsa yana bu yoqqa ham joylayman, YouTube'ga ham. Ana shu epigenetikada ilm fan orqali ruhi odamni qanaqa qabul qiladi, shu ruhiy jarayonlarda bu qanaqa ajdoddan ajdodga o'tadigan dasturlar u farzandlarda, o'sha avlodlarda qanaqa ishlashini chuqur tushuntirilgan ilm. O'sha homiladorlik davri tabiiy eng birinchi bolani dasturlash davri. Ana o'sha davrda qanaqa agressiyadami, kimgadir nafratdami, qahrdami, uni dasturlab qo'ysa, keyin tug'ilgandan keyin bolasini eng zo'r maktablarda, eng zo'r o'qituvchilarda o'qitadi, urinadi, ammo bu yoqda bu dastur turibdimi, bola u tashqaridagi dasturlarni uncha o'zlashtira olmaydi. Uni haqiqat deb emas, tashqarida o'rgatilgan dasturlarni shunchaki bir qolip sifatida tushunadi. Chunki uni ichkaridagi hislari boshqa haqiqat haqida gapiradi. Allaqachon chiqarilgan o'sha qarorlar, olinmagan o'chlarni tana haqiqat bu, mana shu qolib ketdi degan ko'p dasturlarni u haqiqat deb yozib qo'ygan bo'ladi. Ko'p yolg'onlarni u sezmagan holda haqiqat deb yozib qo'ygan bo'ladi odam tanasi. U bolaga avtomatik dastur bo'lib o'tadi. Shuning uchun homiladorlikda ayol o'ziga savol berish kerak. Kimga nisbatan ichimda yuk bor, gapirilmagan gapim bor. Men shu farzand dunyoga keltirganda men uni
qo'rquvdanmi yoki uni to'ldirishmi niyatim yoki o'zimni ushalmagan orzularimmi yoki kimgadir ko'z qilish uchun yoki tilim uzun bo'lishi uchun o'g'il qizim bor degan bir obraz uchunmi yoki rostdan ham Robbimga muhabbatim sifatida u bergan banda uni omonatini kim bo'lishi uchun kelgan bo'lsa shunga yordam bera olamanmi, sevgidanmi deb savol berish kerak. Homiladorlik ayolni ona qilib qo'yadigan jarayondan bo'lishdan avval ayolni o'zi qilib qo'yadigan jarayon. Bola shunchaki natija. Sizni shu 9 oy ichida siz qanday dars oldingiz, nimani tushundingiz, ana shuni natijasi. Asosiy voqea hamma bitik ayollik ichida sodir bo'ladi. Bu davr 9 oylik Robbiz bilan xuddi ustoz va shogird, xuddi Robbiz sizga ustozlik qiladigan davr. Tasavvuf ilmida tarbiya tushunchasi bor. Bu odamni bosqichma-bosqich o'zi sezmagan holda yuksak maqomga ko'tarib boruvchi jarayon. Masalan, ko'zga ko'rinmas, biz bilmaymiz, to'satdan kimdir kelib pulimizni o'g'irlab ketadi yoki kimdir bizani xafa qiladi yoki kimdir bizga tuhmat qiladi yoki kimdir xiyonat yoki og'riq, har xil hayotda vaziyatlar bo'ladi. O'sha paytda bizani ruhimiz tarbiyalanib boradi. Kimdir dardga dard beradi, dard bilan tarbiyalanadi. Kim yaratuvchi har bir bandasini tilini biladi, qaysi tilda tushunishini. Kimdir kitobdagi gaplar bilan yoki nasihatlar bilan yoki uni qulog'iga eshitilgan oddiy o'sha mana shunaqa qilish kerak, shunday yo'lda yurish kerak degan narsalarni tushunmas. Hadislardan keltirgan gaplarni tushunmasligi mumkin. Qur'on oyatlarini u hali anglab his qila olmas. Ha, shunday ekan deb uni faqat ko'rona yodlashi bilar, ammo uni mazmuni, maqsadi, uni ilmini balkim hali tubiga tushunmaganda shunchaki bir ishoralar, bir qaysidir gap, buni menga Robbim nega eshittirdi degan savolni bera oladigan darajaga kelmaganimizda odamni shunday vaziyatlar bilan bir kuni oyog'i sinib qoldi, yoki qo'li sindi yoki bir kasal bo'ldi, har xil ko'zga ko'rmas shunday hayot maktabi tarbiyalab boradi. O'zi sezmagan holda maqomini yuksaltirib boruvchi jarayon. Biz o'ylaymiz, odatda o'sha biza tarbiyalaydigan narsani faqat maktabda o'qituvchi bizga ta'lim berdi, qaysidir fanlarni o'rgatdi, shunga o'rganganmiz. Lekin undan tashqari ruhi tarbiyasi bor. Uni ruhi ko'z bilan ko'rib bo'lmaganidek, uni tarbiyasini ham ko'z bilan ko'rib, mana bu harf, mana bu varog', mana bunaqa yozildi, mana bu ketmon chopsang bunaqa ekasan deb moddiy ko'rinishlarda ko'rsatilmaydigan tarbiyasi bo'ladi. Homiladorlik ham xuddi shunaqa davr. Homiladorlikda bu vazifani siz alohida o'qituvchi kelib sizga har kuni yo'q dunyoda shunaqa qonun, homilador bo'libdi, bunga har kuni kimdir o'tirib dars beradi deb yuborilgan. Lekin ko'zga ko'rinmas olamda bizani asosiy hamma mana shu moddiy hayotga ko'chadigan narsalarimiz ruhiy jarayonimizda pishadi avval. Keyin u tashqarida oqat qilib so'z berilgandek, ya'ni o'sha vaziyatlar har xil voqealar ko'rinishida namoyon bo'ladi ruhimizdagi o'sha holatlarimiz, ishonganlarimiz, qilganlarimiz, tushunganlarimiz. Homiladorlik davri ham xuddi shunaqa, kimdir bizga kelib darsi ko'zga ko'rinmas qilib bermaydi, ko'zga ko'rinadigan qilib bermaydi. Buni bevosita Alloh o'zi boshqaradi. Ayol na darslik o'qib tushunishi mumkin, na ustoz oldida o'tira oladi. Uni tanasi, vaqti, kayfiyati, uyqusi, ovqatlanishi hammasi 9 oy davomida Robbis tomonidan boshqariladi. Va bundan boshqa har safar ham odamni o'zi Robbis tomonidan boshqariladi. Ammo uni boshqarish uchun tafakkur bergan, idrok bergan, aql bergan, qaysidir ustozlarni yaratib qo'ygan, dunyoga bandasini keltirib, habiblarni, kitoblarni tushirib qo'ygan.
bu degani 9 oy ayolni faqat Robbisi boshqaradi, keyin uni qo'ldan qo'yaveradi degani emas. Faqat bu degani o'sha 9 oy alohida yana ham siz bilan individualroq, chuqurroq yuzlashadi degani ma'noda tushuntiryapman. 9 oy davomida shunday boshqariladi. Shuning uchun bu davr avliyolar tilida xilvat, ya'ni tanho ibodat, shunaqa ibodatga tenglashtiriladi. Farqi shundaki, xilvatga odam o'zi aqli bilan "Men Robbim sen bilan qolaman" deb kirsa, homiladorlikda Xudo "Sen kirishing kerak" degan chaqiriq bilan, buyruq bilan kiritadi. Nega aynan 9 oy? Tasavvufda ruhiy tarbiya doim bosqichli bo'ladi. Men nega tasavvuf deyapman? Masalan, shariatdan yuqori ko'tarilsak, bizda shariat bosqichi bor. Eng birinchi tushunadigan bosqichimiz o'ng qo'l bilan ovqat yeyish. Bu xuddi yerda konstitutsiya, jamiyatda qanaqa qoidasi bo'lsa, mana bu kodeksni qilsang, mana bu jinoyat qilsang, mana bu kodeks bilan javobgarligi deb yozilgan konstitutsiya qonunlari bor. Uni endi masalan maktab o'quvchilariga o'rgatiladi. Lekin o'sha maktab o'quvchilaridan kattaroq bo'lgan odamlar o'sha tushunib bo'ldi, uni o'sha iymoni bor, borib huquqbuzarlik qilmaydi, shu kodeksda qarshi ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir qilmaydigan odam endi yana u tushunishi kerak bo'lgan ilmlar bor-ku. Xuddi shunaqa. Masalan, shariat shu xuddi islomning birinchi kodeksi, san tushunib, birinchi shunga kirasan. Hech narsa hatto jim yur, na ilm olmasang, na boshqa narsaga layoqating bo'lmasa, hatto jim yur, hech kimga ozor berma. Yaxshilik qila olmasang, hech bo'lmasa yomonlik ham qilma degan bosqich, shariat bosqichi. Undan keyin biza o'sadigan bosqichlarimiz bor. Isro surasi yoki adashmayotgan mo'minda shunaqa oyat bor, hammamiz bilamiz. Siz tabaqa ko'tarilib borursiz. Va tabaqa degani masalan shariatdan keyin tariqat, ma'rifat, keyin haqiqat. Ya'ni birinchi shariat bosqichida Allohni bizga tanishtirishadi bolaligimizdan. Buvimiz, otamiz, onamiz, ya'ni odamlar, qo'shnilar hammadan eshitgan tushunchamiz bilan taniymiz. Shunaqa ekan, jazolar ekan, mana buni qilsang, unaqa qilar ekan, Xudo mana bunaqa der ekan, hadislar orqali, kitoblar orqali keyinchalik shunaqa taniymiz. Haqiqat bosqichida o'sha endi siz uni faqat yashab kelgan tajribalaringiz bilan, sizni aynan o'zingizni hislaringiz bilan va Allohni u so'zlar orqali tanib bo'lmas ekan. U so'zlar orqali tanish birinchi bosqich ekan, ammo uni Alloh kim degan savolga uni Rohman, Rohim deb 99 ta ismini yoki yana uni sha'niga men so'z topa olmadim degan zo'r gaplarni etish bilan yopilib etish bilan kifoya qilib bo'lmas ekan. Uni so'zlar bilan emas, uni faqat yashab ko'rish kerak degan xulosaga keladigan haqiqat bosqichi bor. O'shaning uchun men hozir mana tarbiyani men o'sha tasavvufda tarbiya bosqichi deb aytayotganim sababi shu. Shariatdan sal ko'tarilibroq aytaman. O'sha tasavvufda ruhiy tarbiya har doim bosqichli bo'ladi. U bir kunda emas, shu vaqt davomida ichida pishib yetiladi. Shunaqa tushuntiriladi tarbiyani. Hatto o'zi har doim masalan shariatda tarbiya bir kunlik bo'ladi deyilmagan, lekin endi uni bosqichlarini chuqur tushuntirib beradigan, sabrli qilib tushuntiradigan, shunaqa tushuncha beradigan nima deydi, ko'tarilish shu bosqich haqida aytaman. Vaqt davomida pishib yetiladi. 9 oy, na bir hafta, na bir yil yoki bu 6 oy emas yoki 5 oy emas, aynan 9 oylik davr qilingani bu sabr bilan kutish orasidagi aniq o'lchov. Va o'sha komillikka yetishgan, dunyoni ko'rgan, dunyoni hamma yashamlarini yashab, ongli ko'rgan, avliyo darajasiga yetgan odamlar nafs tarbiyasi uchun yillar talab qilinadi deyishgan.
lekin Alloh aynan homiladorlikka eng zich, eng ta'sirli tarbiya davrini 9 oyga ajratgan. Bu shunga ishoraki, ayol tabiatan boshqa odamlardan ko'ra yoki boshqa odamlarni tarbiya jarayonlaridan ko'ra tezroq, chuqurroq o'zgarishga qodir qilib yaratilganini ko'rsatish. Chunki uni ichida yana bitta jon ulg'ayayotgan bo'ladi. Shu sabab Alloh unga beradigan dars ham tezlashtirilgan, jadallashtirilgan bo'ladi. Fano va jism, ya'ni fano bu o'zidan, o'zlikdan, man deyishdan vaqtincha voz kechish orqali butunlay Robbisiga, Xoliqqa yaqinlashish, ulanish degan. Homiladorlik uchun homiladorlik, ya'ni ayol uchun shu tanani, jismoniy fanoni eng tabiiy shakli. O'zini tanasini endi faqat o'ziniki emas, o'zini vaqti, o'zini uyqusi, o'zini ishtiyoqi, o'zini xohishlari hammasi boshqa jon uchun bo'lib qoladi. Ko'p ayol buni o'zini yo'qotish deb his qiladi. Vaholanki bu avliyolar yillar davomida riyozat bilan erishgan holatda tabiiy Alloh tomonidan berilgan qisqa vaqtda erishiladigan davri, shunday namunasi. Agar ayol buni tushunib yetsa, homiladorlik eng qisqa muddatda eng chuqur ruhiy maqomga erishuvchi, olib boruvchi yo'lligini tushunadi. Nega ko'pincha ayol buni sezmaydi? Chunki hozir u yashayotgan dunyoda homiladorlik faqat tibbiy jarayon, UZI, analiz, tug'ruq rejasi, adminni yana bir narsa sifatida tanib qolgan, lekin ruhiy qatlamiga kirib ko'rmagan. Ayol o'zi sezmagan holda men yuzimga dog' tushdi, men kasal bo'ldim, men shunaqa holatdaman, tezroq qutulib oling, tezroq tug'ib oling, ichingizdan tikoningiz tushib bir narsalar deyishadi. Lekin aslida u bola tikon emas. Vaholanki avliyolar nigohida har qanday og'irlik, agar uni sababi, maqsadi anglansa, ya'ni siz nimaga sabr qilayotganingizni bilsangiz, shunchaki chidam emas, chidam bilan sabrning farqi yer bilan osmoncha. Sabr bu siz qayerga ketayotganingizni bilasiz. Sabr bu siz manzilingizni bilasiz. Unga masofa 2 kilometr, 3 kilometrlik masofali joyga ketyapsiz. Ana shu joyga hozir sizga mashina kelmay qoldi, u yoqqa yayov boryapsiz, lekin yayov qiynalib issiqda yoki sovug'ida qayerga ketayotganingizni bilishingiz, ana o'sha yo'lda to'polon qilmasdan ketishingiz bu sabr. Yoki tishingiz qattiq og'riyapti, siz uni sababini qildingiz, tish doktoriga bordingiz va o'sha tish doktor sizni tishingizni tuzatib bo'lguncha og'riqlarga sabr qilib turish. Chunki siz hozir sabr qilib tursangiz, shifo bor ekan. Shuning uchun agar siz har qanday og'irlik, har qanday qiyin sharoit, har qanday holatingizni, uni sababini, qayerga ketayotganingizni anglasangiz, u azobga emas, u sabr og'riq azobi ibodatga aylanadi. Shuning uchun homiladorlik bu og'irlik, toksikoz, yana bir narsa davri emas. U ayol uchun shunaqangi Robbisi bilan vasl, shaxsiy coach, xuddi tarbiya ostidagi jarayon bo'layotgan bo'ladi. 9 oylik bu shunaqangi eng sizni boshqa bitta ayollik, boshqa bir darajangiz, boshqa bir o'zingiz xohlagan versiya, siz qanaqa ayol bo'lishni xohlardingiz, qanaqa ona bo'lishni, siz qanaqa hayotni xohlardingiz, ana o'sha hayotingiz uchun ko'prik. Agar siz o'zingizni shu davrlarda tushuna olsangiz, shunday imkoniyat, 9 oylik imkoniyat sizni butun hayotingizni o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan 9 oy deb nomlashingiz mumkin. Homiladorlik davringiz yoki siz yana o'sha ajdodingizni totgan azobi, og'rig'ini, ular tarbiyalagan farzand tarbiyalash usuli, xuddi ulardek farzandlarni, xuddi ularni usulida farzand tarbiyalashni davom ettirib, ular tarbiya qilgan shunday farzandlarni
uni yarisi dasturlab qo'yishingiz mumkin bo'lgan davr ham shu bilan birga. Siz qaysi birini tanlash bu sizni imkoniyatingizda. Sizga Alloh ilm ne'matini shuning uchun berdi. Ilmdan boshqa najot yo'q deyildi. Ya'ni homiladorlik davringizda siz shuni tushunasiz, shu ilmini tushunasiz. Ilm degan ne'matni tushunasiz. 9 oylik davr siz uchun yangi bir hayot uchun shunday ko'prik bo'ladi. Va farzand dunyoga keltirganingizga 40 kunlik chilla uni ana o'sha yangi hayot uchun moslashuv, baxtli, sevgili to'la hayot uchun moslashuv bo'ladi. Bizning tanamiz baxtga moslashmagan, u faqat og'riqqa, azobni tanish deb qabul qilgan, unga o'rganib qolgan va uni rohatga moslashishga ishonmaydi, chunki u bu dunyoni bir kam yoki azobli deb tanigan. Aslida siz Robbingizni tanisiz. Mukammal zot bir kam kimtik narsani yaratmaydi. Mukammal zot azobni yaratmaydi. Azob shuki, og'riq shuki, qachonki Robbingizdan uzilgan holatingiz. Zulmat yoki sovuq yoki nursizlik, bu nur yo'q joy. Xuddi shunday siz azobda, og'riqda qolganingiz, undan uzilib qoluvdingiz, endi unga ulanayotgan jarayoningiz bo'layotgan bo'ladi. Homiladorlik davrida men homiladorman, farzandim bilan nima qilishim, oldiraymi, qoldiraymi degandagi kabi savol beruvdingiz va yana shunday savollar bor ediki, siz homilador ayolga nima tavsiya qila olasiz, nima bera olasiz, ehson sifatida deb so'ralgan savollar bor edi. Men sizning savollaringizga javob olaroq mana shu audioni yozishga lozim deb bildim. Sizga hozircha qodir qilgancha yetkazganim yerda Allohga ayni damda homilador bandalari uchun va ayni damda homiladorlikka boshdan o'tkazayotgan, shu audioni eshitayotgan bandalarini oldidagi xizmatim o'laroq mana shuni yetkazdim. Kamchilik joylari yoki gaplarimda balki xatolari bor joylar uchun albatta ularni to'ldiruvchi, tuzatuvchi Robbimning o'zi. Men faqat xizmatga turgan, hozir siz oldingizda bir rolik xizmatda turgan bandaman.